Birinchi marta siz bilan gaplashib turibman. Hamma bilan ham oyog'ini o'pmaydi, birinchi marta so'rashgan odam bilan. Anas Niyazov, assalomu alaykum. Sog'lar yaxshimi? Kalata yaxshimi? Kechirsiz. Muxlislaringiz o'ta ko'p. Kechagi olgan videolarimizda bari sizni maqtashdi. Omadlaringizni bersin ilohim. O'rta Osiyoda eng yaxshi polvon deb tan olishadi sizni. Omadingizni bersin ilohim. Muxlislarga tilaylar. Hammasini yaxshilik qo'llaysiz. Omadingizni bersin. Rahmat. Kecha bittasi kommentariyada sen bilan shunchaki qo'lir so'rashib qo'ydi, xolasi kibrli ekan deydi-da. Birinchi marta siz bilan gaplashib turibman. Hamma bilan ham oyog'ini o'pmaydi, birinchi marta so'rashgan odam bilan. Tushunmaydi, lekin ancha quvnoq odamsiz, to'g'rimi? Hayotda. Omadingizni bersin deb qolamiz. Xizmat yo'qmi bizlarga? Sizlarga omad. Polvon, omadingizni bersin. Yaxshi avtomobillarni solish nasib qilsin ilohim. Sog' bo'linglar. 18-noyabr kuni Zomin Oqtosh maydoni Manas Niyozovlarni muxlislari podishka qilasizlar. Hammaga o'tayotgan kun xayrli va barakotli bo'lsin deb qolamiz.